Men hozir elslardan ko'rib hozirgi qizlarga qanaqa bolalar kerakligini tushundim. Sizlarga ham tushuntirgan. So'kinmasdan juda qiyin bo'ladi hozir. Xullas bola oyligi bor-u, oyligidan 3 baravar ko'p pulni u qizga berib turish kerak har oyda. U qiz nimaga kerak pulni o'zimiz topsak deb fikrlay olish uchun, ishga chiqmagan holda eng qizig'i. Ishga chiqmasdan qizga vaqtini sarflab, Instagramdan tashlagan har bitta videosini ko'rib, "Voy, rostdan zo'r ekan-a" deb qizil sertechka bilan atvet qilib turish kerak ekan. Instagramga kirmagan holda. U Instagramga kirsangiz bo'lmaydi ekan. Qizlarni ko'rib bersa ekan haligi. U bolani ota-onasi bo'lish kerak ekan. Bu ayasi обязательно emas ekan. Ayasi bo'lsa ham shu yaxshi ko'rish kerak. Deta bir geografiya ustozini uruyindami, bahchapasini uruyinda yaxshi ko'rish kerak ekan. Unaqa qattiq yaxshi ko'rish ham mumkin emas ekan. Shu endi men bir paytlar qiz bolalik bilan shug'ullanib, hozir aya nomiga chiqqan onalardan so'radimda, mana shunaqa bolalar bormi o'zi rostdan desam, yo'q, unaqa bolalarda abort ko'ramiz dedi. Shuning uchun qizlar u osmonga tupurib peshonaga tushirish to'xtatinglar, yo'q ekan unaqa bolalar.